Больной с галлюцинаторно-параноидным синдромом. Как вас зовут? Вы не разговариваете? Почему вы не говорите? Вам мешают голоса? Как вы считаете, что все в порядке у вас? Никаких проблем нет? У меня? Да. Что у вас, по-моему, проблема? У меня? Ну, С да. чем? Ну, с тем. Там она ходит внизу. Кто? Ну, Оля Мухина, которая. Ее отлавливать, она вам сейчас все расскажет. Так Оля Мухина это вы? Не, Ольга Афанасьевна Мухина. Да. Рассказать, где родилась, в Сибири, в городе Тобольске. Машка Распутин вам спела? Да. Это я, ну. И Гришка Распутин мой отец, пардонте. В каком смысле отец? Родной мой папаша. Вам кто запрещает говорить? Голоса? Вы слышите мужские голоса? И женские? Только мужские. Это один голос? Много голосов слышите? Можно применять галоперидол в инъекциях или в таблетках. Kelinlar shizofreniya haqida gaplashamiz. Shizofreniya o'zi yunonchadan olingan so'z va uning ma'nosi maydalangan ong. Odamlar bu kasallik haqida kam narsa bilishadi. Buni tarixini birinchi gapirib berishim kerak deb o'ylayman. Oldin shizofreniya dementia precox degan nom bo'lgan. Lotinchadan boshlang'ich aql zaiflik. Shizofreniya ismi omillarining birinchi tasarrufi miloddan avvalgi 17-asrda Misrda papirusda yozib ketilgan. Hamda buyuk bir avlodlarimizdan biri Abu Ali ibn Sino ham bu kasallik haqida gapirib o'tgan. Assalomu alaykum, bratim, qandaysiz? Ibn Sino bu kasallik junni mufrid yoki og'ir jinlik deb atagan. Eng asosiysi 1908-yil shvetsariyalik olim Egin Blair shizofreniyani demensiyadan farq qiladigan mustaqil kasallik deb ofitsial shizofreniya terminini psixiatriyaga olib kirgan. Odamlar hamma padara shizofrenik deb ketishadi. Da shaxsiyati ikki bo'lingan insonlarni ham shizofrenik deb atashadi. Haqiqatda esa bu dissosiativ identifikatsiya buzilishi deb ataladi. Qaysidir ma'noda shizofreniklarning o'z parallel dunyosi bor. U dunyo butunlay boshqacha qabul qilinadi. Shizofrenik bo'lib qolishi ehtimoli 0.4 dan 0.6% gacha. Bu degani 1000 ta odamdan 4 ta 6 ta shizofrenik bo'ladi. Agar siz avlodingizda shizofrenik odam bo'lgan bo'lsa, bu o'zi 2% ga oshadi. Agar ota-onadan biri bu kasallikka chalingan bo'lsa, o'sha 2% bas, 12%. Agar ikkala ota-ona ham, aka-uka, opa-singillardan biri shizofrenik bo'lsa, ehtimol naqd 50% ga oshadi. AQShda bo'lib o'tgan so'rovnomaga ko'ra, 13% gacha bo'lgan odamlarda gallyutsinatsiyalar kuzatiladi. Aniq preparatlar ichilganda inson gallyutsinatsiyalardan qutulishi mumkin. Siz butunlay tuzalib ketasiz degani emas. Simptomlarni kontrol qilish uchun bir xilgalar butun umr neyroleptiklar ichib yurishga majbur. Shizofreniya sabablari kam emas. Genetika, irsiy kasallik va buzilishlar, irsiy kasallikka moyillik, prenatal omillar, homiladorlikdagi anamnez, yoshlikda va ulg'ayganda boshdan o'tkazilgan kasalliklar, umumiy va ginekologik, operatsiyalar, qon quyishlar, o'sha kunlar, sekretor, jinsiy va generativ funksiyalarning xususiyatlari bo'yicha, ijtimoiy omillar, gipodinamiya, jismoniy harakatsizlik yetishmovchiligi, noto'g'ri ovqatlanish, ma'naviy va madaniy daraja pastligi. Shizofreniya tekshirishning bitta oson yo'li bor. Faqatgina shizofreniklar bu optik illyuziyaga aldanishmaydi. Sog'lom odamlarning ko'pchiligi maska ichiga kirgan tarafni ham bo'rtib turgandek ko'rishadi. Shizofrenik miyasini bu bilan aldab bo'lmaydi. Bu bir noyob holat. Qachonki haqiqat buzilishi sog'lom odamning belgisidir. O'zi to'g'risi bu test xolos va rostdan ham kasallik shifokor aniqlay oladi. Hozirgi nevrologlar shizofreniyani autoimmun ensefalit natijalaridan biri bo'lishini ko'rib chiqishyapti. Autoimmun ensefalit bu qachonki inson immuniteti o'z miya hujayralarini qabul qilmasligi va bir xilgi holatlarda o'sha shizofreniya rivojlanishiga javobgar miya qismi bo'ladi. Bir necha shizofreniya davolash yo'llari bor. Misol uchun, elektrokonvulsiv terapiya. Electric convulsion therapy is reserved for depressions of the endogenous type, particularly involutional depressive states. It's used in carefully selected cases with due regard to possible complications. This is the last of a series of 6 convulsions.
The patient is not apprehensive, and loss of consciousness is immediate. Oxygen is given to speed up the recovery period. The treatment leaves no unpleasant memories, and after an hour's rest, the patients resume their normal activities. Okey. Shok terapiyasi. Boshlang'ich etaplar uchun bu kerak emas. Boshlanishida neyroleptiklar ichib dopamin balansini to'g'irlash kifoya. Chunki ko'p tadqiqotlar dopamin balansi buzilganidan dalolat beradi. Lekin bu siz 100% tuzalib ketasiz degani emas. Simptomlar ba'zida qaytalanib turadi. Sizda mushuk bormi? Xo'p, qanday qilaman o'shig'im? Skizofreniya sabab bo'lishi mumkin deysizmi? To'g'ri, mushukni o'zi emas. Mushukdagi toksoplazmalardir. Qaranglar, shunday parazitlar borki, ular birinchi qushlar, kemiruvchilarning ichiga kirib, ularni o'z tutishlarini o'zgartiradi. Bu parazitlar nima uchun buni qiladi deysizmi? Ular tezroq oziq-ovqat zanjiri bo'yicha boshqa bir yirtqich organizmga tushish uchun. Boshqa yirtqich organizmga tushish nima kerak? Avval aytganimizdek, mushuk. Va bu parazit o'z umrini mushukcha davom ettirishni boshladi. Misol uchun mushuk bironta kemiruvchini yedi deylik. O'nlab tadqiqotlarga ko'ra, toksoplazma bilan kasallangan odamlarning shizofreniya chalinish xavfi 2 barobarga osharkan. Bir xilga psixik kasalliklar uchun bo'lgan dorilar toksoplazmani ko'payib ketishini sekinlashtiradi. Bir gipoteziya bor. Miyaning bir xil qismlarida dopamin ko'payib ketishi ham shizofreniya rivojiga olib kelishi mumkin. Bu gipotezani ikkita narsa tasdiqlaydi. Birinchisi, ko'p yaxshi dorilar dopamin retseptorlar yo'lini yopadi. Amfetaminlar sinopsidagi dopaminlar miqdorini oshiradi. Shunday qilib, toksoplazma miyaga kirib, uni qanday qilib boshqarish mexanizmini tasavvurlash qiyin bo'lmadi. Toksoplazma miyaga tushib, biz harakatlarimiz hamda nerv sistemasi ishiga ta'sir qiladi. Parazitda insondan shizofrenik qilish topshirig'i yo'q. To'g'risi, u inson bilan kemiruvchining farqiga ham bormasa kerak. Toksoplazma bilan kasallangan odamlar 3,5 barobar tezroq obsessivni-kompulsivniy nosozliklarga uchraydi. 2022-yil 12-yanvardagi Google sahifasiga ko'ra, hozir kunda 24 milliondan ortiq odam shizofrenik. Nega borligi bu inson odam basligi belgisi bo'lolmaydi. Agar jamiyat ularni o'zidan ajratib, stigmatizatsiya qilishni davom etsa, ulardan 10% o'z joniga qasd qilishga olib keladi. Va 40% o'sha harakatdan qilib ko'rgan. 25 milliondan 40% bu 10 million. 10 million odam o'z joniga qasd qilishga o'sha harakat qilib ko'rgan. 10 million bu Birinchi jahon urushi yo'qotishlariga tengdir. Birinchi jahon urushi 4 yil davom etgan urushda qancha odam yo'qotgan bo'lsak, o'shancha yo'qotib qolishimiz mumkin hozir. Xullas, tishingiz og'risa, siz stomatologga borasiz-ku. To'g'rimi? Chunki jamiyat bunga to'g'ri qaraydi. Buni prezirать qilmaydi. Lekin shizofreniya ham borish kerakda bora olmaysiz. Odamlar nima deydi, to'g'rimi? Agarda qanaqadir gaplardan uyalib, shu kasallikka chalinishni boshlagan, endi boshlang'ich stadiyalarida bo'lgan odamlarga yordam ko'rsatmasak, ular realno jinnib qoladi. Bo'ldi.